AQSh dollari 7 so'm 39 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.265 so'm 77 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.226.577 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 2.5% ga oshdi. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 5 fevral 2026 yil sanasida O'zbek so'mining Markaziy bankdagi valyuta kurslari hamda banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollarining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro 36 so'm 93 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.492 so'm 1 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.449.201 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3.4% ga oshdi. Yevroning banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Yevro sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli 42 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 7 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.070 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 7.7% ga oshdi. Rossiya rublining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Rossiya rubli sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 25 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 11 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7710 Rossiya rubli 93 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 4.8% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.